Bemoringiz yuragida mitral regurgitatsiya bo'lsa, uning o'pkasiga suv yig'ilishini bilasizmi? Hozir tushuntiraman. Inson tana massasining 60% suvdan iborat. Buni bilasiz. Bu suvning 3/2 qismi hujayra ichida taqsimlangan bo'lsa, 3/1 qismi hujayra tashqarisida tarqalgan. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman, hujayra tashqarisiga qon plazmasi va interstitsial suyuqlik kiradi. Tanada suv taqsimlangan bo'lsa-da, ma'lum sabablarga ko'ra bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tishi mumkin. Suvning plazmadan interstitsiyaga o'tishi filtratsiya deyiladi. Aksincha, interstitsial muhitdan plazmaga suvning o'tishi absorpsiya deb ataladi. Bundan kelib chiqadiki, o'pka alveolasiga qon tomirlaridan suyuqlik o'tsa, bu filtratsiya deb atalar ekan. Filtratsiyani hosil qiluvchi kuchlar Starling kuchlari deyiladi. Bularga interstitsial onkotik bosim va kapillyar gidrostatik bosimi kiradi. Agar bemorning chap yuragida bosim oshib ketsa, masalan mitral regurgitatsiyada, bu kelib chiqqan yuqori bosim o'pka venalari va oxir-oqibat o'pka kapillyarlaridagi yuqori bosimga sabab bo'ladi. Shunda bu o'pka kapillyarlaridagi gidrostatik bosimni ham oshirib yuboradi. Kapillyarlarda gidrostatik bosim yuqori bo'lsa, bu kuch suyuqlikni kapillyardan tashqariga chiqishiga sabab bo'ladi va o'pka alveolasida suv yig'iladi. Bu pulmonar edemani kardiogen turi ortidagi mexanizm edi. Bugungi mavzu tushunarli bo'ldimi o'zi? Agar yo'q bo'lsa, qaytadan ko'ring. Izohlarda savollaringizni qoldiring. Do'stingizga ham ulashing, yangi ma'lumotlardan qolib ketishmasin.